8 ichaman. Har kuni yengillik borasan-da. Olib keling bo'lsam bitta quloq kichkina qoladi. Olib keling. Mana, do'konda ikkita qolgan ekan o'zi. Qaysi birini ichasan? Mana xizmatchi bering. Ma. Bo'ldi. Oxirigacha ichmaysanmi? To'xting. Ha? Futbolkani tashib keting. Voy, men nima kiyaman? Tashib keting. Sen jinnimisan ishga borish? Qizlayman, bitta quloq kichkina bo'lib qoladi. Men g'ijimni ketaman mendimi? Mana buni akam tashlab ketdilar. Voy, kesin. Maqta o'zlardan bitta olib bersiz. Odamni zvording. Shu bitta qulog'i kichkina bo'lsa bo'lib qo'ya qolsin. Har kuni har xil narsa so'raysan. Bitta doner olib bermadilar. Soyimlarga aytaman, olib beradilar. Qayerda ekan o'sha yetayotgan joyingiz? O'zim olib boraman. Shundan Nurafshon ko'chada tinchlik chorrahada Uzdonerda hamma biladi. Yuring, men o'zim olib beraman. Mana oyijon Uzdoner. Chiroyli joylar qilib qo'yishgan ekan-a? Narsalari ham zo'r, sochni. Ayroni rosa zo'r ekan. Oyijon, mana narsalari ham tekin. Bunaqa narsalari, souslari tekinmi bola? Voy qizim, maza qildingizmi? Rosa yaxshi narsalar ekan. Uyga ham olib olamiz bo'lmasa. Mana samburgeli. Nimani hidi bu? Qoching, boya olib bermadiz-ku. Ozgina qoldi. Yo'q. Bola talab qilgan narsani yeyishing kerak. Kelajakda keyingi tug'iladigan farzandlarimizni o't-bo'ti chalib olib qolmasin desang, ozgina qoldi. Kerak bo'lsa o'zingizga olib oling.